Lip motor 2020, narxi 27 ming so'm so'rashyapti. 27 ming dollar. Bilasizlar, bu 2024 da restyling bo'lmas, eskiroq versiyasi. Ichki salondan ko'rishingiz mumkin. Bilasizlar, Lip Motors nima desam bo'ladi, komforti bo'yicha Li bilan deyarli bir xil, sifatida ozgina farq qiladi, lekin narxi arzonroq. Xo'p, bilsalaring, restyliningda ruchkasi mana bunday chiqadi. Bunda bo'lsa bu restyling emas, mana bunday bo'ladi. Restylingi 2025-yildan chiqishni boshlagan. Bu 2024-yil. Restyling bilan asosiy farqlari, endi bilmadim, bilishim bo'yicha sideniyasida biroz farqlari bor. To'g'ri, sideniyasida ham massaj, Adobe abogrefi bor. Plus mana bu yerda biznesviy zona, ya'ni notebook qo'ysangiz bo'ladi yoki ovqatlansangiz bo'ladi. Mana bunday stolchasi ham bor. Orqada yana 2 kishi o'tirish uchun bemalol joyi bor. Jami 6 kishi sig'adi. Hop, ko'rishni mumkin mashinani. Mashina zo'r holatda. Bu bilasizlar, gibrid bo'ladi. Adashmasam 1000 km yuradi. Elektr dozida 120 km. Xo'p, orqa bagajni ochish knopkasi. Cho'ta topishim qiyin bo'lyapti. Bagaji menimcha pultda ochiladi. Bagaj pultda ochilar ekan, bagajning ochilishini topa olmadim. Ko'rishni mumkin. Lip Motors C16 2024. Xo'p, yurgan kilometrlari adashmasam 30 ming kilometr yurgan. Hozir telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Hop, telefon raqamlarini ko'rishingiz mumkin. 90lik 214 Lip motor 19 ming kilometr yurgan. Ikkinchi paysi do'p opsiyali 2024-yil C16. Mana mashinani holati. Ichi oranjviy salonda, tashqarisi qora rangda. Mashina yaxshi mashina. Lidari ham bor plus.